Rahmat bolam, menga moshim berding. Senga farzandlaringdan qaytsin. Hamma ota-onalarga shunaqa moshimdan nasib qilsin. Allohu akbar. Rahmat bolam. Hadi o'g'il. Yaxshi. Ha qo'shni. Nima qilyapsan, Alijon? Nima qilyapsanlar? Ha o'g'lim moshim podarka qilyapti. Ko'ryaman shuni imijimida topshirsa bo'lardi. Hammaga ko'z-ko'z qilib masxarabozlik qilish shart emas edi. Endi Ya bu ko'rolmaslikdan emas, seni yaxshi ko'raman bilasan. Hozir o'g'lingni mana shuncha dahmaza qilishga sharoit yetar, lekin endi qurbati yetmaydigan qo'shnilar bor. Ularga jabr qilib qo'ymayapmizmi? Agar menga o'g'lim shunaqa qilsa, betiga qaramayman, suvsanga deb yuboraman. Sani bergan tarbiyangga. Mana uni chali. Ancha nevaram uxlayapti, tushuntiran unga. o'chir. Olib kir hamma narsani. Onajonimga umra ziyoratiga yo'llanma. Majnuntol. Qara bor. Mana Turg'un aka. Purchoskani qara. Palmaga o'xshaydi. Obro' oldingizda o'zicha hammaga ko'z-ko'z qilib, ha? Majnuntol, ziyoratga borayotgan hammaga aytilmaydi. O'zing bilsang bo'ldiydi. Hammani ham o'g'lim bunday qilib topshira olmaydi. Shag'iga palma kallang ishlamadimi? Agar menga o'g'illarim shunday qilib topshirsa, o'g'lim kerak emas. O'zim bilsam bo'ldi, tomoshalar kerak emas derdim. Onajonimni xursand qilding. Onang, zo'r qilibsan.